Bilamizki, yer yuzida 250 dan ortiq millat xalq vakillari yashaydi. Ularning o'ziga xos qiziqishi, tabiati mavjud. Misol uchun ruslar spirtnoga qiziqadi. Amerikaning yoshlari esa o'z vaqtini tungi klub, diskotekalarda o'tkazishlikni lozim topadi. Ya bunisi nima bo'ldi endi? Mana aytgan bor ekan. Reklamami? Ko'nikmalar makoni. Do'stlar, yangi o'quv markazi ochilibdi. Mana ko'rib turganingiz Qayiqi to'yxonamizni chap qovurg'asida ko'nikmalar makoni o'quv markazi boshlanibdi, ochilibdi. Mana shu yerdan kiramiz, do'stlar. O'zimizni Qayiqi to'yxonani ana orqa eshigidan kiramiz. Bilmaganlar uchun. To'g'risi men ham ikkilandim, qayerda ekan bu o'quv markazi degan savolga mana shu eshikdan kiramiz. Shunaqa do'stlar, bizni yoshlari qonida Imom al-Buxoriy, Mirzo Ulug'bek kabi mutafakkir ajdodlarimizning qoni oqayotganligi uchun biz yoshlar ta'limga qiziqadi. Bu hujjatlar bilan tanishamiz. Mana ko'nikmalar makoni bu markazimizda guvohnomalari, sertifikatlari hamma yo'q joyda. Do'stlar, bu ikki xonada rus tili, ingliz tilidan kurslar o'tiladi. Odatdan keyingi mo'ljallangani uchun bu yerga kirmaymiz. Hozir bu yerda arab tilidan dars jarayoni ketyapti. Biz obunachilar dars bo'lmasligi uchun qisqa kirib chiqdik. Bu yerda oylik to'lov 200 ming ekan. Uning ichida o'quv qo'llanmalari bor, lekin kitoblar alohida. Dars jarayonidagi qo'llanmalarga va shu to'lov ichiga kiradi. O'sha 200 ming to'lov. Aziz obunachilar, lokatsiyani ko'rib oldinglar, kelasizlar. Bu markazni ochgan ukamiz o'zimizni hamqishlog'imiz. Shaharda avval arab tilidan o'quv markazlarida dars o'tgan ekan. Mana o'zi kelib qishlog'imizda yangi o'quv markazi ochibdi. Tashrifingizni kutamiz. Farzandlar taqdiriga befarq qaramaymiz do'stlar, salomat bo'linglar.